Beruniy metrosidan 1 kilometr pastga tushib kelganimizda jigarlar Mirzag'olib mahallasi Olmazor tumanida joylashgan aynan shu joyimizda bitta yaxshigina xonadonimizda sotuvga chiqyapti. 6 sotuv yer maydoniga tushgan mahallani qaranglar. Bir tekis chiroyli mahallada joylashayotgan aynan shu mahalladagi uyimizda sizniki bo'lishi mumkin. Ko'chani o'zingizlar qaranglar. Havas qilsa arziydigan uylar qurilgan ekanda. O'zi bu yoqlarni o'zim juda yaxshi ko'raman jigarlar. Kanalizatsiyalar sentralli, suv, svet, gazlardan muammogarchilik yo'q. Masjidga peshkom chiqib kelasiz, 500 metr oraliqda joylashgan. Metro 1 kilometr oraliqda bo'lib turibdi. Mahallani boshini katta yo'lni ko'rib turibsiz. Katta yo'l ham yaqin. Mahalla zo'rda. Qaranglar jigarlar. Ketdik, aynan shu darvozaxonadan kirgandagi uyimizni hozir bitta obzorni qiliraman. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosishni unutmanglar. Hovlimizga yetganimizda 6 sotuv yer maydoniga tushgan asosiy darvozaxonadan kirganda bemalol jigarlar 3 talab mashina olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Hovlimizni ko'rib turibsizlar. Bu yoq tarafga tushib kelganimizda to'rt burchakkina bo'lyapti. Pastki tarafda o'zlarini binolari qurilgan 7 xonadan iborat. Pastki tarafda oshxona hamda ichkarilarni o'zingizlar remont holatlarini ko'rib turibsizlar. Hozirgi paytda xonadon egalarining o'zigisi yashab turgan hovli, lekin uyimizni yer hisobida xudo xohlasa sotilib ketilyapti. Suv, svet, gaz, internet, kanalizatsiyalardan muammogarchilik yo'q jigarlar. Kelasizlar, joyimizni ko'rasizlar, yoqqandan keyin bemalol zaklatib berib, baraka qolaversanglar bo'ladi. Podvollarigacha mavjud jigarlar. Kelasiz, hamma shart-sharoitlarni ko'rib tekshirib, bitta o'zingizlar narx belgilasanglar ham bo'ladi. Xudo xolasa uy egalari tushunadigan yaxshi insonlar. 350-4 ming dollar so'ralyapti. Xudo xolasa kelishadigan, o't beradigan joylari bo'ladi. Hovlimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni unutmanglar jigarlar. Bu videoni Olmazor tumanidan uy qidirib yurgan tanishingizga tashlab qo'yishingizdan chiqmasin.